O'zbekistonning tabiiy boyliklarini qanday qilib saqlab qolish mumkin? Bu mavzuga oydinlik kiritish maqsadida studiyamizda soha ekspertlari bor. Assalomu alaykum. Barchangizni ko'rganimizdan xursandmiz. Yashil makon doirasida dasturi asosida respublikamizda millionlab daraxtlar, ko'chatlar ekilyapti. Biz ularga birinchi navbatda shu ekologik tarbiyani sharoitda bular yashashga tez ko'nikadi va inson tomonidan o'zlashtiriladi. Demak, tabiatimiz, ona tabiatimiz mana shu ahvolga kelgan ekan. Demak, keling biz ham unga yordam beraylik, uni davolaylik. Aziz teletomoshabinlar, shuning bilan Minbar tok-shousining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Yana muhim mavzularda uchrashguncha omon bo'ling.